Boshlaymiz bo'lmasa. Diqqat qilamiz. Kombinatorika va Newton binomi. Kombinatorika davom etadi. Bugun kombinatorikani 3 ta asosiy ishlatadigan formulamiz bilan tanishamiz. O'tgan safargi o'rgangan narsamiz 2 ta asosiy qoida edi. Bugun 3 ta asosiy formula. Xo'p. Bular. Birinchi o'rin almashtirishlar soni ikkinchi o'rinlashtirishlar soni uchinchi guruhlashlar soni. Birinchi bilan ikkinchi bir-biriga juda bir yozilishi ham o'zi aytilishi ham yaqin. O'rin almashtirish, o'rinlashtirish, hozir ikkalasining farqini ham bilib olamiz. O'rin almashtirishlar soni nima degani? Faraz qiling, bizda bir 5 ta o'quvchi bor va 5 ta joy bor. 5 ta joyga joylashtirib chiqishimiz kerak yoki boya saf tuzishimiz kerak. Bu yerda o'rinlashtirilmaydi, o'rin almashtiriladi. Mana 5 ta o'quvchini chiqarsak, 5 ta turibdi. Shulardan necha xil saf tuzish mumkin deyilyapti. Bularni o'rni almashtiriladi xolos. O'rinlashtirib chiqilmaydi. Chunki o'rinlar ko'p bo'lsa ekan, o'rinlashtirib chiqsa, sen bu yerda o'tir, sen bu yerda o'tir, sen bu yerda o'tir. Ana shu o'rin almashtirishlar deyiladi. Ya'ni masalan deylik, o'quvchini stulga joylashtirib chiqishni aytgan bo'lsak, o'quvchilar soni bilan stullar soni teng bo'lgan vaziyat. Boshqacha qilib aytganda, lavozimlar bilan nomzodlarning soni teng bo'lgan vaziyat. Mana 3 ta sinf sardori, sinf yordamchisi va tozalik qo'mitasimi, tozalik nimasi degan, posboni dedik. O'zi 3 tagina o'quvchi bo'lsa, uchalasiga lavozimlarni tayinlaydigan bo'lsak, o'rinlar va o'rinlarga qo'yadigan elementlarimiz, o'sha o'quvchilarmi, odamlarmi, nimalar bo'lsa ham soni teng. Shunaqa vaziyatda biz o'rin almashtirish deymiz. Buni formulasi Pn barobar n faktorial bo'ladi. Sababi juda oddiy. O'zi n ta joy bor. To'g'rimi? N ta stul bor deylik. Birinchi raqamlangan stulga joylashtirish uchun necha xil o'quvchi bor? N xilmi? Ikkinchisiga n-1 xil bittasini joylashtirib bo'ldik-ku. Uchinchisiga n-2 xil. Va hokazo n-inchi oxirgisiga 1 xil. n-1, n-2 va hokazo ko'paytirilyapti. Shundan n faktorial, n-1, n-2 va hokazo 1. Tushundingmi? Ana bu narsa o'rin almashtirishlar soni deyiladi. Eslab qolish uchun o'quvchilar va stullar soni teng bo'lganda ularni joylashtirib chiqish. Ikkinchisi, o'rinlashtirish. Endi o'ringa qo'yib chiqamiz. Bu yerda endi stullar soni kam, o'quvchilar soni ko'p. Boshqacha qilib aytganda, lavozim kam, o'quvchi ko'p. 20 ta o'quvchi bor, 3 tagina lavozim bor. Endi biz o'rinlarni almashtira olmaymiz. O'rinlashtirib, o'rin berib chiqamiz, kimlardir o'rinsiz qolib ketadi. Ana bu narsaga o'rinlashtirish deyiladi. Buni formulasi A n dan k, menimcha shunaqa o'qilsa kerak, qanaqa o'qilish aniqini bilmayman. A n dan k deb o'qirsanglar bo'ladi. Xo'p, n faktorial taqsim n - k faktorial formula bilan topiladi. Xo'p, nimaga bunaqa desanglar, o'zi boya 20 ta o'quvchiga 20 ta nima n ta o'quvchiga n ta stul bor edi-ku. 20 ta o'quvchiga 20 ta stul bo'lsin. Endi ikkinchi vaziyat, hozirgi vaziyatimizda 20 ta o'quvchiga 10 ta stul bo'lsin.
birinchisiga 20 xil, ikkinchisiga 19 xil, uchinchisiga 18 xil, 17, 16, 10-chisiga necha xil bo'ladi shunda? Tak, birinchisiga 20, ikkinchisiga 19, 10-chisiga 11 xil bo'ladimi? 20 dan nechigacha 11 gacha ko'paytiryapmiz-da, 1 gacha ko'paytirmayapmiz-da. 20 dan 1 gacha ko'paytirganimizda nechi faktorial ortiqcha? 10 faktorial ortiqchami? Demak, 20 minus 10 o'sha ortiqcha-da. Hozir 10 ta o'quvchi, 10 ta stul bo'lgani 20 minus 10 teng 10 bo'lib qolgani uchun ikkovsi qaysiligini ajratish qiyin bo'lib qoldi. Boshqacha misol tuzamiz. 15 ta bola bor, 10 ta stul bor. Birinchisiga 15 xil, ikkinchisiga 14 xil, uchinchisiga 13, to'rtinchisiga 12, beshinchisiga 11 xil, 15 dan 11 gacha ko'paytma. Buni qanday hisoblash oson bo'ladi? 15 dan 1 gacha ko'paytirib olib turib, uni bo'lamiz 10 dan 1 gacha. To'g'rimi? Mana qaranglar. Xo'sh. Mana 1, 2, 3, 4, 5 va o'zi nechta stul bor edi? 5 ta stul bormidi? Bunga demak 15 xil, 14 xil, 13 xil, 12 xil, 11 xil. O'zi shuni ko'paytirib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Buni qanday ko'paytirgan qaranglar. O'zimizda mana bu yerdan 10, 9 va hokazo 1, qo'shib oldik. Hammasi 15 faktorial bo'ladimi? Mana ortiqchasi-chi 10 faktorial bo'ladi. Ana shu 10 qayerdan keldi desa, 10 15 dan 5 ta ayirishning natijasida keldi. Shuning uchun ham formula n faktorial taqsim n minus k faktorial. Tushundinglar-a? Xo'p. Bularning hammasi mana shu formula nima uchun bunaqa ekanligini tushuntirish uchun aytildi. Va oxirgisi guruhlash. Ana endi guruhlash o'zini nomi bilan guruhlash. Guruh tuzishimiz kerak. Ya'ni sinfda 20 ta o'quvchi bor, voleybol jamoasi shakllantirish uchun 6 ta o'quvchi olib turib, ajratib olib turib guruh tuzishimiz kerak. Xo'p, bunda formulasi s n dan k n faktorial taqsim n minus k faktorial o'xshab ketyaptimi tepadagi formulaga? Ko'paytirilgan k faktorial. Mana shunaqa formula bilan topiladi. Endi o'rinlashtirish bilan guruhlashda nima farqi bor? Ikkalasida ham masalan, deylik, boya 5 ta stul bor edi, 10 ta o'quvchi bor edi. 10 ta o'quvchidan 5 ta o'quvchini ajratib olib turib o'sha stulga o'tirg'izsak, soni bir xil bo'lmaydimi deb shunaqa savol paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Sababi 10 ta o'quvchidan 5 tasini ajratib oldim. Mana shu yerda 10 ta o'quvchi o'tiribdi. 5 tasini ajratib oldim. Ajratdimdan keyin 5 ta stulga o'tirg'izdim. Agar ikkitasini joyini almashtirib qo'ysam, yangi bir usulda o'tirish bo'ladimi u? Yangi bir usulda o'tirish bo'ladi. U boshqa o'tirish bu. O'sha o'quvchilardan tashkil topyapti-yu, lekin boshqa bir saf bo'lyapti. Lekin voleybol jamoasiga guruh tuzmoqchi bo'lsam, o'sha 5 ta o'quvchini shunday ajratib olgandan keyin sen ikkoving joyini almashtir desa, bu boshqa komanda, boshqa jamoa bo'lib qolmaydi u. O'sha jamoa. Saflanib turganda sen ikkoving joyini almashtir desam, u boshqa saf bo'ladi. Yoki 5 xil lavozim bo'lsa, sen ikkoving joyini almashtirsam, lavozimni almashib qoladi-ku. O'rinlashtirish bilan guruhlash farqi shunda. Tushundinglar-a? O'z o'rinlashtirish, o'zi nomi bilan o'rinlashtirib chiqish kerak. Lavozimni tayinlab chiqish kerak yoki bo'lmasa, yoki stulga o'tirib chiqish kerak. Guruhlash u guruh tuzib olsa bo'ldi. Joyi almashadimi, yo'qmi, o'rni bir xilmi, har xil, nima farqi yo'q. Ya'ni
yana ham batafsil aytadigan bo'lsak, ko'proq o'quvchini ichidan, ko'proq element ichidan ma'lum bir sondagi elementni ajratib olishlar usullarini ajratib oldik. Agar ularda tartibi ahamiyatli bo'lsa, ajratib olgan elementlarimizni tartibi ahamiyatli bo'lsa, u o'rinlashtirish. Tartibini ahamiyati bo'lmasa, u guruhlash. Tushundinglar-a? Guruhlash bo'ladi. Xo'sh. Endi bo'ldi. Mana shu 3 ta formula bugungi mavzuni qamrab oladi. Bugungi mavzudagi nechta masala bo'lsa, shu 3 ta formulani qo'llasak bo'ladi va undan tashqari oddiy o'zimizning mulohazalarimiz. Savol yo'qmi hech kimda? Har 5-masalani yechamiz. Xo'p. Aylanada 8 ta nuqta orqali nechta vatar o'tkazish mumkin? Aylana mana A nuqta, mana B nuqta, mana S nuqta, D nuqta 4 ta bo'ldimi? E, F, G, H nuqta. Nechta vatar o'tkazish mumkin? Xo'p. Buni sanash quyidagicha bajariladi. A dan chiquvchi barcha vatarlarni o'tkazib olaylik. Sanash tartibini belgilab olsak, ishimiz shuncha oson bo'ladi. A dan chiquvchi barcha vatarlarni o'tkazay. A dan bitta A ni o'ziga vatar chiqmaydi, to'g'rimi? 7 ta chiqadimi? A dan 7 ta chiqdi. Xo'p, B dan ham 7 ta chiqadimi? S dan ham 7 ta. O'zi ular nechta? 8 ta, 56. Lekin biz mana shu yerda bitta narsa hisobga olmayapmiz. Mana A dan chiqqan vatarni mana bunday belgilab qo'ysak, A dan B ga boryapmiz deb. B dan chiquvchi vatarlar hisoblayotganda mana buni ham hisoblayapmizdan keyin bitta vatarni 2 marta sanayapmiz. Shuning uchun 56 ni 2 ga bo'lib qo'yaman. Umuman olganda formulasi qanaqa bo'ladi? N ta nuqta bo'lsa, n kara n minus 1 taqsim 2. Mana shu formula juda ko'p ishlatamiz, chunki hozir vatarlar degan payti salomlashlar soni desa, musobaqadagi o'yinlar soni, matchlar soni desa, hammasi n minus 1 taqsim 2 formuladan hisoblanadi. Endi nima uchun? Masalan, salomlashlar soni ham shunga tushyapti. Nima uchun? Men keldim, deylik, mendan tashqari yana 4 ta o'qituvchi o'tiribdi. Ana 7 ta o'qituvchi o'tiribdi. 8 tamiz, 8 ta o'qituvchi bilan ko'rishib chiqib, hamma bir-biri bilan so'rashib chiqyapti. Hamma 8 ta o'qituvchi bir joyga yig'ildikdan keyin ko'rishib chiqyapmiz. Men A o'qituvchi bo'lib turib, o'zimdan boshqa hamma bilan qo'l berib ko'rishamanmi? O'zim bilan qo'l berib ko'rishmayman. Xo'p, 7 ta ko'rish bo'ldimi meniki? 8 ta o'qituvchini har biriniki 7 ta ko'rish bo'ldimi? Lekin bu yerda mana shu hozirgi vaziyatdagi bitta narsa takrorlanyapti. Ya'ni bitta salomlash 2 marta sanalyapti. Qanaqasiga? Men A o'qituvchiman, falonchi B o'qituvchi. Men salomlashganimdagi 7 tani ichida u bilan salomlashganim bormi? Va xuddi shunday uning salomlashganlari ichida men bilan salomlashgan bitta bor. Bitta narsa 2 marta sanayapmiz. n-1 taqsim 2 bo'lyapti. Tushundinglar-a? Yoki ikki tomon o'ynaladigan o'yinlar bor, sport turlari: futbol, voleybol, basketbol, shaxmat, balobatdan ikki tomon o'ynaladi. Masalan, deylik, nishonga o'q otish bo'ladi-ku. U ikki tomon o'ynalmaydi unaqa o'yin. Yoki qanaqa o'yinlar ikki tomon o'ynalmaydi? Bowling bor, ikki tomon o'ynaladi u ham. Ikkita raqib bir-biriga qarshi o'ynaydi, to'g'ri lekin. Yana qanaqa o'yinlar bor sport turlaridan? Suzish. Suzish odatda ikki tomon o'ynalmaydi. 8 ta sportchi bellashadi,
ikkita tomon bir-biriga qarama-qarshi bo'ladigan o'yinlar bor-ku. Ularda musobaqadagi jami o'yinlar sonini hisoblasa ham n-1 taqsim 2 ga tushadi. Xo'p, mana qaranglar. O'zi musobaqalarda adashmayotgan bo'lsam, kimdir bilsa to'g'rilasin. Olimpiyskiy bilan krugovoy degan rejim borda. Krugovoy degani hamma bir-biri bilan o'ynab chiqadi. Boks bo'lsa hamma bir-biri bilan urushib chiqadi, shaxmat bo'lsa hamma bir-biri bilan o'ynab chiqadi. Olimpiyskiy degani yutqizgan chiqib ketaveradi degani. Yutgan qolaveradi, yutqizgan chiqib ketaveradi. Krugovoylarni hammasi n-1 taqsim 2 ga tushadi. Sababi, xo'p, shaxmat musobaqasi faraz qilaylik. Men sportchiman. O'zimdan tashqari yana shu masalani sonlari bilan bir xil bo'lish uchun 8 ta sportchimiz biz. Sportchiman, o'zimdan tashqari 7 ta sportchi bilan shaxmat o'ynab chiqamanmi? 7 ta partiya bo'ldi men o'ynaganim. B sportchiniki ham 7 ta. Lekin nima? Sportchi bilan B sportchi ikkalamiz o'ynaganmiz-ku. 2 marta sanab yorilyaptimi? Taqsim 2si bor. Bu yerda ham o'sha formula. n-1 taqsim 2. Tushunarli? Tepada shuncha 3 ta formula yozdik. Nimaga umuman 4-formula qo'shilib qolyapti desa, 3 ta formulani o'sha bittasiga tushadi va o'shani hisoblasak bo'ladi, lekin unga hojat yo'q. Eslab qolsanglar bo'ldi. n-1 taqsim 2 deb ketaverasizlar. Tushundinglar, ha? O'sha kombinatorikani formulalarigacha olib borib o'tirish ham shart emas-da o'zi aslida. n-1 taqsim 2. Savollar bormi? Yaxshi. 10-masalani ko'ramiz. Musobaqada jami 6 ta jamoa ishtirok etmoqda. Har bir jamoa boshqasi bilan bir martadan o'yin o'tkazsa, musobaqada jami nechta o'yin o'tkaziladi? 6 6-1 taqsim 2. Jami 15 ta o'yin o'tkazildi ekan. Bo'ldi. Tushundinglar, ha? Hozirgi gapirgan 10 minut, 15 minut gapirgan gapimiz da evaziga bir qatorgina yozuvchi bo'lyapti. Bundan buyog'iga shu. 15 stol ustida turgan 9 ta turli rangdagi qalamlardan 7 tasini necha xil usulda tanlab olish mumkin? Jami 9 ta turli rangli, mana shu so'z muhim. Olish kerak 7 ta. Savol. Bu o'rinlashtirish A ga tushadimi, S ga tushadimi? O'rinlashtirish A, guruhlash S. A ga tushadimi, S ga? Va nima uchun? Chunki olayotgan qalamlarimizni tartibini ahamiyati yo'q bu yerda. To'g'rimi? Mana 9 xil rangdagi qalam bor. 7 tasini ajratib oldik. O'sha ajratib olingan 7 ta qalamdan 2 tasini joyini almashtirib qo'ysak, biz yangi bir naborni olgan bo'lmaymiz. Ya'ni boya aytganimdek, tanlanayotgan elementlarning tartibini ahamiyati yo'q bo'lgan paytda S ga tushadi. S 9 dan 7. 9 faktorial taqsim 7 faktorial kara 2 faktorial. Nima kechib qo'ysan? O'tir. Xo'sh. 9 faktorial bilan 7 faktorial qisqartiramiz. 9 faktorialda 7 faktorialgacha qisqaradi. Nima qolib ketadi? 8 bilan 9 qolib ketadi. 2 faktorialimiz 2. 8 bilan 2 qisqarsa 4 kara 9 36 ekan. Demak, 36 xil usulda 7 ta qalamni ajratib tanlab olishimiz mumkin ekan. Savollar bormi? Yo'qmi? Tartibi ahamiyatga ega emas. Boya aytgandim, mana 7 ta qalamni olding. Olgan qalamingdan ikkosini joyini ikkita qaysidir ikkitasini joyini almashtirib qo'ysang, yangicha qalam olgan bo'lmaysan u yerda. O'sha qalamni olgan bo'lasan, o'sha guruh olgan bo'lasan. 20. Hozir sekin-sekin tushunib boraveramiz, his qila boshlaymiz sekin-sekin. Guruh a'zolarining biri-biri bilan bir martadan qo'l berib salomlashishlar soni 276 ta bo'lsa, guruhda nechta odam bor? Guruhda n ta odam bo'lsa, salomlashishlar n-1 taqsim 2 bo'ladi. Ana shularning soni 276 ga teng. Endi topib qo'ya olasizlarmi?
bemalol kvadrat tenglama bo'ladi, topib ketaverasizlar. Endi natural bo'ladigan qiymatni olasizlar-da. Chunki kvadrat tenglama ikkita ildizga ega bo'lishi mumkin-ku. Naturalni olasizlar. Odatda bittasi musbat, bittasi manfiy chiqib qoladi ko'pincha. Xo'p. 25 0 5 2 1 4 lar orqali raqamlari o'sib borish tartibida bo'lgan nechta 3 xonali son yozish mumkin? 3 xonali son yozishimiz kerak. Raqamlari o'sib borish tartibida bo'lish kerak. Ya'ni boshida birinchi xonalarda kichkinaroq, keyin kattaroq borish kerak. Xo'sh, qanday tuzib olsak bo'ladi buni? Ha, qaranglar, juda oddiy. Shu 1 2 3 4 5 tami? 5 tadan 3 ta tanlaymiz. Bu bo'ladi S 5 dan 3 mi? Xo'p, 5 faktorial taqsim 2 faktorial 3 faktorial, to'g'rimi? 5 faktorialdan 3 faktorial qisqarsak 4 kara 5 mi? 10 bo'lar ekan. 10 xil usulda 3 ta raqamni tanlab olamiz. Tanlab bo'lganimizdan keyin uni o'sish tartibida yozib qo'ya olamiz-ku qo'limizda-ku. Ixtiyor 3 ta tanlasak, o'sish tartibida yozish o'zimizning qo'limizda-ku. To'g'rimi? Mana tanladik, masalan, 5 ni, 1 ni, 4 ni tanladik. 1 4 5 deb yozib qo'yish o'zimizning qo'limizda-ku. Shuning uchun bu ham S 5 dan 3 bo'ladi. Endi tanlaganlarimiz orasida 0 bo'lsa-chi? Nol bo'lsa o'sish tartibida yozib bo'lmay qoladimi? Nima qilamiz endi shu vaziyatda? Shu vaziyatda ha? Nol qatnashganlar ayirib tashlaymiz. Nol qatnashganlarni ayirib tashlash degani o'zi nima degani? Beshtachidan 3 nimani tanlaymiz? 6 ta emas, o'zi 5 ta bor-ku. 5 ta emas, 4 tachidan tanlaymiz-da. Mana 0 ni umuman sen yo'qsan deymiz. Agar 0 tanlayotgan 3 tamizga 0 kirib qolsa, bo'ldi, u buziladi. Chunki o'sish tartibida yozib bo'lmaydi. 0 qatnashib qolsa 3 xonali sonda. Birinchi raqamga qo'yishga majburmiz-ku, qolgan raqamlar hammasi 0 dan katta-ku. Xo'p, 0 sen chiqib ket deymiz. Qolgan 4 tasi bilan guruhlashni bajaramiz. 4 dan 3. Nima bo'ladi bu? 4 chiqsa kerak menimcha. Javob ham 4 mikan o'zi? Tushundinglar, ha? Agar ana shu 0 emas, qanaqadir boshqa 3 bo'lgan deydi, birinchi usulimiz bitta ketaveradi. Savollar bormi? 30. Guruhda 5 ta erkak, 7 ta ayol bor. Ular orasidan 3 ta erkak, 3 ta ayol kishidan iborat jamoani necha xil usulda tanlab olish mumkin? Xo'p, 5 ta erkakdan 3 ta erkak tanlaymiz, 7 ta ayoldan 3 ta ayolni tanlaymiz. Xo'p, bunimiz nechta bo'ladi? Bu 10 midi boya? Bu 7 ta S 7 dan 3-chi? Demak, birinchisi 10 xil, ikkinchisi erkaklarni tanlash 10 xil, ayollarni tanlash 35 xil bo'lyapti. Erkaklarni va ayollarni tanlashchi? Qo'shishmi, ko'paytirishmi? Ko'paytirish. Chunki yoki emas va bo'lyapti. 350 xil usulda demak aytilgandek tanlashimiz mumkin ekan. Savollar bormi? Davom etamiz. 35.
4 ta qizil, 5 ta ko'k. Rangli ruchkalar orasidan kamida bitta qizil ranglisi bo'lgan 3 ta ruchka tanlash kerak. Kamida bitta qizil bo'lsin, 3 ta ruchka tanlash kerak. Diqqat qilamiz. Xo'p. O'zi jami nechta ruchka bor? 9 ta. Kamida bitta qizil bo'lsin degani u nima degani u? Ana shu noto'g'ri. Ana shunday. Hech kamida bitta qizil bo'lsin degani, bitta qizil bo'lsa ham mayli, ikkita qizil bo'lsa ham mayli, uchalasi qizil bo'lsa ham mayli degani. Birinchi o'zi shuni tushunib olishimiz kerak. Xo'p. Demak, o'zi 9 ta ruchkadan 3 tasini tanlash o'zi jami necha xil usul bo'ladi? Shuni topib olaylik birinchi o'rinda. S 9 dan 3 bo'ladimi? Bu 9 faktorial taqsim 6 faktorial kira 3 faktorialmi? 9 faktorial 6 faktorial ketsa 7 8 9 mi? 3 faktorialimiz 6 mi? 8 kara 9 72, 6 12, 7 kara 12. 84 xil, ha? Demak, 9 ta ruchka bor. Biz shulardan 84 xil usul bilan 3 tasini tanlab olishimiz mumkin. Shularni, shu tanlashlarni nechtasida umuman qizil uchramaydi? Qanday hisoblaymiz? Ha? Yo'q. 5 ekan, uzr. S emas S deylar yaxshiroq bo'ladi. S 9 dan 5 nechi bo'ladi? 9 faktorial taqsim 4 faktorial kara 5 faktorial. Katta faktorial bilan qisqartiramiz. 6 7 8 9 1 2 3 4. Mana 2 3 bilan 6 ketsa, 4 bilan 8 ketsa 2. 7 kara 9 63, 63 kara 2. 126 mi? O'sha 5 dan 3 dan tashqari 5 dan. Nima 9 dan 5 deyapsiz? Sizlarga ishonib xato ketdi-ku. 5 dan 3 bo'ladi. Ya'ni 5 ta ko'kdan 3 tasini tanlasak, uning ichida qizili bo'lmaydi-da. Demak, 5 faktorial taqsim 3 faktorial 2 faktorialmi? Boya 10 chiqdi-yu, adashmasam, ha? O'zi hisoblayversanglar, yodda ham qolib ketaversa kerak. 10 tasida qizil umuman bo'lmaydi. Chunki biz o'sha faqat ko'klarning ichidan nima tanlayapmiz? Qalam, 3 ta qalam tanlayapmiz. 84 ta tanlashdan 10 tasida birorta qizil chiqmaydi. Qolgan 74 tasida hech bo'lmasa bitta qizil chiqadi. Tushundinglarmi? Qolgan 74 tada hech bo'lmasa bitta qizil chiqadi. Nechta qizil chiqishi endi qizig'i yo'q. Hech bo'lmasa bitta chiqsa bo'ldi. Savollar bormi? Davom etamiz. 35 ni ko'rdikmi hozir? 40. o'n 18 kishilik guruhdan necha xil usulda guruh boshlig'i uning yordamchisi va yana 3 kishi tanlab olish mumkin. Shunday, ha? Xo'sh. Hisoblash uchun biron bir strategiya o'ylab topa olasizlarmi? Yoki suhbat qilib, ishlaylik shuni. Qanaqadir g'oya beringlarchi. Kishidan jami boshqa yordamchini 3 kishi
beshtani necha xil usulda qo'shishni birinchi usulamiz. Yaxshi fikr. 18 dan 5 ha? Guruh qilib olsak, keyin u yoqdan boshliq chiqadimi? Yordamchi bo'ladimi kimdir? U ahamiyati bo'lmay qoladi, to'g'rimi? Nimaga to'g'ri? To'g'ri emas-ku. Nimasi to'g'ri emas? Hada, u boshliq bilan yordamchi shuni joy almashsa, lavozim almashib ketib qolyapti. U boshqa kombinatsiya-ku. Shunchaki 5 kishini ajratib olsak, u yetarli emas ekan. 18 dan 2 qilamiz. Yo'q, a'larni qo'y, formulani qo'y. Yo'q, keyin 16 dan 3 qilamiz. S 16 dan 3 qo'shsak bo'lmaydi. Formula tilida gaplashmaylik. To'g'ri aytyapsan. Faqat nima uchun shunaqa? Chunki boshliq bilan yordamchi lavozimi bor. Qolgan 3 kishi bizga qanday tartibini farqi yo'q-da, shuning uchun. Ana shu strategiya bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni, qaranglar. Boshliq bilan yordamchini alohida hisoblab olamiz kombinatsiyasini, 3 kishini alohida hisoblab olamiz. Tushunyapsizlarmi? Chunki boshliq bilan yordamchini tayinlayotgan paytimiz ularning tartibini ahamiyati bormi? Keyin 3 kishini tanlayotgan paytimiz ularning tartibini ahamiyati yo'qmi? Tartibini ahamiyati yo'q. Endi qaranglar. Xo'sh. A 18 dan 2 bo'ladi. Boshliq bilan yordamchini tayinlashning usullari soni. Chunki tartibini ahamiyati bor, o'rinlashtirish tushadi. 18 faktorial taqsim 16 faktorial. 17 kara 18. Necha bo'ladi bu? 17 kvadrat 2 a 306 bo'lar ekan. Endi bitta boshliq, bitta yordamchi tayinlandi. Nechta odam qoldi? 16 ta. O'sha 16 tani ichidan 3 tani tanlash kerak. Qanaqa tanlashni farqi yo'q. Tak 16 3 13 mi? Bu yog'iga 3 mi? 16 bilan 13 ketsa 13 14 15 16 taqsim 6. 15 bilan 6 3 ga qisqarsa bu yerda 5, bu yerda 2 mi? Bu bilan 16 bilan 2 8. 14 kara 40 mi? 560. Xo'sh, nima qilamiz endi? 306 ga 560 qo'shamizmi yoki ko'paytiramizmi? Ko'paytirib qo'yamiz. Chunki biz bitta boshliq, bitta yordamchi va 3 kishini tanlashimiz kerak. 306 kara 560. Necha bo'lar ekan? Bir 171.360 mi? Kimda qanday savol bor? Ahamiyat beringlar. Biza mavzuni boshida aytgan 3 ta formulamizdan foydalanyapmiz. Lekin mana qaranglar, qanday foydalanyapmiz? Ya'ni, shunday berilgan sonda A ga S ga qo'ysam chiqadi emas. Biz strategiya tuzyapmiz. Tushunyapsizlarmi? 45. Uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak mavjud? Mana bu yerda ham strategiya bilan keyin ishlatamiz. Ikkita parallel to'g'ri bor. Xo'p. A nuqta bor ekan. B nuqta bor ekan. S nuqta bor ekan. D nuqta bor ekan. Oralaridagi masofani ahamiyati yo'q bu yerda bolalar. D1 to'g'ri chiziq bilan D2 to'g'ri chiziq, ular parallel bir-biriga. Xo'p, Y nuqta bor ekan. F nuqta bor ekan. G nuqta bor ekan.
H nuqta bor ekan. Va I nuqta bor ekan. Uchlari mana shu nuqtalarda bo'lgan uchburchaklarning sonini sanashimiz kerak. Qani strategiya tuzaylikchi. Ilgaridan bu masalani yechib ko'rgan, yechimini biladiganlar g'oyani ana qilib qo'ymanglar, nima deydi? Qolganlarga aytib qo'ymanglar. Birinchi marta ishlayotganlar ishlasin. G'oya aytsanglar bo'ldi, hisoblash shart emas. Yo, u formula tilida gapirmanglar. Avval mana buni qilib olamiz, mana buni. Boyagi masalada aytdik-ku, avval boshliq bilan yordamchini tayinlab olamiz, keyin qolgan odamdan 3 ta guruhlab olamiz dedik-ku. Shunga o'xshab gapiringlar, o'sha stilda. Avval D1 bilan D2 ni qanaqa qilib? Mana D1 dan nimani topamiz? Xo'sh, keyinchi 5 tadan 3 ta. Qaysi 5 tadan 3 ta? Tepadagi 4 tadan nechta tanlaymiz? 2 ta? Aha. Oltitadan 3 ta? Xo'p, agar o'sha 6 tadan 3 tani tanlaganda uchalasi ham pastda bo'lib qolsa-chi? Shu vaziyat ham bor-a? Ana shuni oldini olishimiz kerak. Yaxshi. G'oya yaxshi. Faqat ozgina kamchiligini to'g'rilab olsak, ana shu kamchiligini to'g'rilasak bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Vaqtimiz ketmasin. Eshitinglar. Uchburchak mana shu nuqtalarda, uchlari mana shu nuqtalarda bo'lishi kerak uchburchakni. Demak, shu nuqtalardan 3 tasini tanlashimiz kerak. Xo'p, nima bo'pti? Tepada 4 ta, pastda 5 ta. Jami 8 ta, 8 dan 3 guruhlab olsak nima bo'ladi? S 8 dan 3. Bitta lekin tomoni bor. O'sha S 8 dan 3 ni tanlashlarning ichida mana bu A, B, S ni tanlab qo'yish ham bormi? Lekin bular tutashtirsak uchburchak bo'lmay qolyapti-ku. Ana shuni oldini olishimiz kerak. Ana shunaqa bo'lmasligi kerak. U uchun nima qilaman? U uchun bu yerdan o'zi umuman olib shu nuqtalar ichidan 3 ta tanlamayman-da. Mana shu yerdan 2 ta nuqta tanlayman. 2 ta nuqta tanlayman. Xohlagan 2 tani tanlasam, bitta asos qilsam bo'ladimi o'shani? Uchburchakka. Uchinchi nuqtani pastdan biron bir nuqtani tanlab olaman. Tushundinglar-a? Ikkinchi marta ikkita nuqtani bu tomondan tanlayman. Qayerdandir ikkita nuqta tanlayman. Uchinchisini tepadan olaman. Shunda uchburchak hosil bo'ladi. Shunda tanlayotgan 3 ta nuqtamiz bitta to'g'risida yotib qolmaydi. Demak, bu yerda tanlashimizda tartibini ahamiyati yo'q bo'lganligi uchun S 4 dan 2, ya'ni 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlay, o'sha ikkitani tutashtirib bitta uchburchak bitta tomonini qilib olaman. Tak, S 4 dan 2 necha bo'ladi? 6 mi? 6 bo'ladi. Uchinchi nuqtani pastdan tanlayapman-ku. Pastdan necha xil usulda tanlay olaman o'zi, bitta nuqtani. Tepada nechta, pastda nechta nuqta bor? 5 ta. Shundan bitta tanlashim kerak. Necha xil usul tanlayman? 5 xilda, Mana 6 kara 5 bo'ldi. Bu uchi pastda bo'lgan uchburchaklar. Ya'ni masalan shularning ichida mana bu uchburchak bor. Tushunyapsizlar-a? Mana shunaqa ko'rinishda uchburchaklarning hammasi sanadik 30 xil ekan. Ana endi mana bunaqa xil uchburchaklarni sanayman. Ya'ni uch tepada asos pastda bo'lgan uchburchaklar. Uning uchun
S 5 dan 2, ya'ni pastdagi 5 ta nuqtadan ikkitasini tanlab olaman. Bu nechi bo'lar ekan, ha? 5, 3, 10 bo'ladimi? 10 bo'lsa, uni nechiga ko'paytiraman 10 ni? 4 ga. O'sha 4 qayerdan kelyapti? Tepadagi 4 ta nuqtadan bittasini tanlayapman. 40. Qo'shamanmi, ko'paytiramanmi? Qo'shamiz. Chunki yoki uchi tepada bo'lsin, yoki uchi pastda bo'lsin. Uchi ham tepada, ham pastda va emas-ku, bu to'g'rimi? Qo'shib qo'yamiz. Tushundinglarmi strategiya? Demak, agar umumiy holatda tepadan m ta nuqta berilsa, pastdan k ta nuqta berilsa, mana n ta deylik, n ta k ta nuqta berilsa, nima qilamiz? S n dan 2 ni k ga ko'paytiramiz. S k dan 2 ni n ga ko'paytiramiz. Uch burchaklar soni chiqadi shunda. Tepadan 2 ta tanlab, pastdagi nuqtalar soniga ko'paytiramiz. Pastdan 2 ta tanlab, tepadagilarning soniga ko'paytirib qo'yamiz. Tushundinglarmi? 50. 50 ham geometrik mazmundagi kombinatorika masalasi. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p. Mana uchburchak bor ekan. Uchburchakni 6 ta bo'lakka bo'lishimiz kerak. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakras 6 ga bo'lindimi? Teng bo'lishini ahamiyati yo'q bu yerda. Teng bo'linishini ahamiyati yo'q. Men teng bo'layapman endi. Uni ahamiyati yo'q. Ana. Tak, hozir bitta ish qilaylik-da. Shuni bunday qilsak kopiya bo'ladimi? Yo'qqa stavit qila olmaymizmi? Tak. Xo'sh, endi bizada mana bunaqasiga 1, 2, 3, 4 ta chiziq o'tkazilibdi. Buni ham ahamiyati yo'q. 4 ta chiziqni qanaqa o'tkazishda ahamiyati yo'q. Mana buni o'tkazsak ham bo'ladi. 1, 2, tak, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ta chiziq o'tkazilgan, ha? Nechta uchburchak bor? Shu yerda uchburchaklarning sonini sanash kerak. Tabiiyki, hozir bittalab qo'limiz bilan sanab chiqadigan bo'lsak, menimcha 2 soat, 3 soat ketsa kerak. Buni uyg'otdi. Sen uxlash kelyapsan? Nima? Bemalol yostiq olib bering. Qarab, meni qarab o'tiribman. Xo'sh. Bitta sanab chiqayotgan bo'lsak, 2-3 soat vaqtimiz ketsa kerak. Shunda ham adashib ketib qolmasak. Lekin buni ham strategiyasini tuzib olsak, umuman adashmaymiz. Adashishga joy ham qolmaydi. Qaranglar. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda mana bu yerda nechta uchburchak borligini sanaymiz. Nechta uchburchak sanasak bo'ladi? 6 ta emas, chunki mana buni ham bitta uchburchak deymiz. Mana buni ham bitta uchburchak deymiz, to'g'rimi? Bu bilan nima? Mana shu ham bitta uchburchakka kiradi-da. Mana bu ham bitta uchburchakka kiradi. Shuni hisobiga 6 ta emas bu yerda uchburchaklar. Xo'p, qanday sanaymiz? Qanday sanaymiz? Mana sizlar bir hisoblashni qanaqadir strategiyasini, usulini o'ylab topinglarchi. Mana bu bo'yicha.
Nechta uchburchak bor? Sananglar. Avval ishlaganlar kutib tursin. Birinchi marta ishlayotganlar sanasin. Labay. Eng pastki katta uchburchakni asosidagi o'shada tutashgan nuqtalar bor-ku, o'sha chizayotganingiz. Aha. O'shani ikkitadan tanlab olamiz. S7 2 bo'ladi. Aha. Keyin o'shani bir-biriga parallel chiziqlar o'tgan-ku. Ha. Soni 5 talik uchun 5 ga ko'paytiramiz. Yo, birinchi buni sanab olsang bo'ldi-edi. Qaranglar. Mana ko'k bilan belgilab qo'ydim men nuqtalarni. Nechta bor? 1 2 3 4 5 6 7 ta bormi? Shu 7 tadan 2 tani tanlasak, xuddi tepadagiga o'xshab, uchini mana bu yerdan olaveramiz, to'g'rimi? Uchini mana bu yerdan olaveramiz-da keyin. Xo'p, demak, ketdik. S7 dan 2 barobar 7 faktorial taqsim 5 faktorial kara 2 faktorialmi? 7 faktorial 5 faktorial ketsa 7 6 7 taqsim 2 21 mi? 21. Shu yerda 21 ta uchburchak bor ekan. 21 ta uchburchak bor. Endi qaranglar. Xuddi shu narsani agar men mana bu yerda qoldirsamdan keyin qolgan joyi yo'q desam, shu yerda 21 ta bormi? Yaxshi. Endi mana bu chiziqda yo'q desamdan keyin mana bu yerga qarasam, shu yerda ham 21 ta bormi? Ha. Endi mana buni ham yo'q desamdan keyin mana bu yerga qarasam, bu yerda ham 21 ta bormi? To'g'rimi? Asos mana bu bo'lganda 21 ta, asos mana bu bo'lganda 21 ta, asos bu bo'lganda, asos mana bu bo'lganda 21 ta bor. To'g'rimi? Va asos mana bu bo'lganda ham 21 ta bormi? 21 kara 5. 105 bo'ladimi? 105 ta uchburchak bor. Tushundinglar, a? Agar shunaqa qilib qulay usulda hisoblamasak bo'lmaydi. Savollar bormi? Bu 50 edi, 55. Endi mana bunaqasiga 1 2 3 bu yerdan 1 Xo'p. 2 3 mana bunday bo'libdi. Va buni mana bunaqasiga 1 2 3 4 5 ta chiziq ketibdi bu yoqqa qarab. 1 2 3 4 5. Shu yerda nechta uchburchak bor? Xo'sh. Nima qilaman, qaranglar. Yo'li juda oddiy. Mana bu joyini qarasanglar, bo'ldi, boshqa hech qayerga qaramanglar. Mana shu qizilni ichiga qaranglar. Tepadagi vaziyatni g'irt o'zimi? Tepadagi vaziyatni o'zi. Hisoblab olaman. Tak, 1 2 3 4. S 4 dan 2 6 bo'ladi, adashmasam. 1 2 3 4 5 6 mi? 6 ni 6 ga ko'paytiraman, 36. Tushundik-a? Ana endi o'zim bunday qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Ana endi mana bularni ham o'chirib tashlaylik. Hisoblab bo'ldik-ku. Endi qaranglar. Mana bu vaziyatga qaranglar. Bu ham xuddi o'shami?
Endi 1, 2, 3, 4, 5, 6. S 6dan 2. 6 faktorial taqsim 4 faktorial kare 2 faktorial barobar 6 bilan 4 ketsa 15. 15 ni ko'paytiramiz. 1, 2, 3, 4. 15 kare 4. 60. Boya 36 da chiqdi, endi 60 da chiqdi. 36 plus 60 teng 96 chiqadi. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Osonmikan? 55 ham ketdi. Tak, 60 mi? Uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak mavjud? Bitta aylana berilibdi. Bitta to'g'ri berilibdi. Aylanada nechta A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta nuqta bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Xo'sh. 1, 2, 3, 4. To'g'risidan 4 ta nuqta berilibdi. 1, 2, 3, 4. Mana shu nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak yasash mumkin? Uchburchak yasash uchun 3 ta nuqta kerak. Birinchi talab. Ikkinchi talab bir to'g'risida yotmasin o'sha 3 ta nuqta. To'g'rimi? Xo'p, qanday hisoblasak bo'ladi? Idealicha. Qaranglar. Birinchi uchi ham aylanada bo'lgan nuqtalarni sanab chiqamiz. Chunki aylanadan 3 ta nuqta olsak, qanaqasiga olgan taqdirimizda ham bitta to'g'risiqda yotmaydi. To'g'rimi? Hamma uchi aylanada bo'lgan nuqtalar. Aylanada 7 ta nuqta bormidi? S 7 dan 3. Bu hisoblanadi. Ikkinchi, aylanadan 2 ta nuqta tanlayman. O'sha 2 ta nuqtani tutashtirib asos qilib olaman. Uchinchi nuqtani to'g'risiqdan tanlayman. Aylanada 7 ta nuqta bor, shundan 2 tani tanlayman. Chiqqan javobni ko'paytiraman to'g'risiqdagi nuqtalar soniga 4 ga. Buni hisoblayman. Va uchinchisi to'g'ri chiziqdan 4 ta nuqtadan 2 tasini tanlayman, uni aylanadagi bitta nuqtaga ko'paytiraman. Nima qilaman? Uchburchak yasayman. Tushunyapsizlarmi? Kimda qanday savol bor? Keyin uchalasini nima qilamiz? Qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Kombinatorikada mana shunaqa uchburchak yasash, nuqtalarni sanashga oid masalalarda aylana berilsa, bu degani aylanadan tanlaver xohlaganingcha 3 ta nuqtang bir to'g'risiqda yotib qolmaydi hech qachon degani. Tushunasizlar-a? To'g'ri chiziqda bo'layotgan bo'lsa, e'tiboriga to'g'ri chiziqdan nuqta tanlayapsan. Ular 3 ta tanlasang bitta to'g'ri chiziqda yotib qolishi mumkin degani. Bekorga aylana bilan to'g'ri chiziq berilmayapti bu yerda. Savollar bormi? 65. A x dan 1 ko'paytirilgan s x dan 2 barobar 450. A x dan 1 degani x faktorial taqsim x minus 1 faktorial ko'paytirilgan 1 faktorialmi? Ko'paytirilgan s x dan 2 degani x faktorial taqsim x minus 2 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial barobar 450. X faktorial bilan x minus 1 faktorial qisqarib ketsa, x qoladimi tepada? Mahrajda 1 faktorialimiz qiymati 1. X faktorial bilan x minus 2 faktorial qisqarib ketsa, x minus 1 kara x qoladimi?
Mahrajda 2 teng 450. Hozir qisqarishlarga hamma tushundimi? Qaranglar, tushuntiraman. Sezilyapti-da o'zi. X faktorial taqsim x minus 1 faktorial nima uchun x ga teng? Sababi x faktorial deganimiz x kara x minus 1 kara va hokazo 1 deganimi? X minus 1 faktorial deganimiz x minus 1 kara x minus 2 kara va hokazo 1 deganimi? Mana u bilan mana u ketsa nima qoladi? X qoladi. Mana shu x qolyapti. Tushundikmi? X faktorial bilan x minus 2 faktorial ikkinchi kasr qanday qisqarganini tushundinglarmi? X dan 1 gacha, x minus 2 dan 1 gacha. Mana x minus 1, x minus 2 va hokazo 1. To'g'rimi? Mahrajda esa x minus 2 dan 1 gacha. Nima qoladi bu yerda? X kara x minus 1 qoladi, to'g'rimi? Mana 450 bo'ldi. Endi shundan xo'sh, yozib olsam. X kvadrat ko'paytirilgan x minus 1 teng 900 mi? Mana nechi bo'ladi endi shuni hisoblash kerak-da. 10 bo'ladi-da x. Hisoblasanglar 10 chiqadi. 10 ni kvadrati 100, 10 dan 1 dersa 90. 10 dan 1 dersa 9. 9 kara 100 900 bo'ladi. Tushundinglarmi? 70 a x dan 3 minus 2 kara s x dan x minus 2 barobar 4x kara x minus 1. A x dan 3 degani x faktorial taqsim x minus 3 faktorial degani minus 2 kara s x dan x minus 2 degani x faktorial taqsim x dan x minus 2 ni ayirib tashlasak nima bo'ladi? Yo'q, 2 bo'ladi. Ko'paytirilgan x minus 2 faktorial barobar 4x kara x minus 1. Shuni hisoblay olasizlarmi qisqartirib? Tepada qisqartirdik-ku, tepada ham hisoblab. Xuddi shunday qisqartirasiz. Xo'p, hisoblab qo'ysanglar chiqadi. Ana endi 71 dan boshlab Newton binomiga oid masalalar, mavzumizda ham eslanglar bo'lsa kombinatorika va Newton binomi degan narsa edi. Xo'p, endi Newton binomini o'rganamiz. Bir xil fanlarda bo'ladi, sizlar eshitgan nom, lekin boshqa bir odamga tegishli familiyasi bir xil bo'ladi, lekin bu yerda Newton o'sha o'zimiz fizikada o'rgangan, qonunlarni o'rgangan Newton, Isaac Newton. U nafaqat fizik bo'lgan, balki kuchli matematik olim ham bo'lgan va matematikaga ko'p bir nima deydi? Juda nima hissa qo'shgan. Nima deydi-ku, boyagi inkor qilib bo'lmaydigan, bir past baho berib bo'lmaydi-da, juda bir yuqori baho berib bo'ladigan darajada ulkan hissalar qo'shgan matematikaga. Xo'sh, Newton o'sha Isaac Newton ekan. Binom nima? Binom degani ikki xat degani. Ikki xatni bilasizlar, ikkita xatdan iborat bo'lishi kerak. 3 xat, 2 xat deymiz. Binom Newton binomi shu. Newton binomini vazifasi ikki xat darajasini yoyish. Masalan, a plus b ni n-chi darajasi degani. N bu yerda natural son. Newton mana shuni yoyilmasini n ixtiyoriy bo'lganda hisoblab berish yo'lini topgan. Xo'p, qanaqa bo'ladi? S n dan 0 dan boshlanadi, a ni n-chisi, b ni 0-chisidan boshlanadi. Keyin s n dan 1, a ni n minus 1-chisi, b ni 1-chisi bo'ladi. Keyin s n dan 2, a ni n minus 2-chisi, b ni 2-chisi bo'ladi. Mana shu qonuniyat bilan ketaveradi. Va borib s n dan n minus 2, a ni 2-chisi, b ni n minus 2-chisi, s n dan n minus 1, a ni 1-chisi
bni n minus birinchisi, s n dan n, a ni nollinchisi, bni n'inchisi bo'lib yoyiladi. Umumiy formulasi shunaqa. Sizlarga bu tushunarsiz, murakkab va qo'rqinchli ko'rinyapti. Kelinglar kichkina misolchalarda Newton binomini qo'llab ko'raylik. Oddiy o'zimiz bilgan eng oddiysi a plus b kvadrati bo'yicha. A plus b kvadratini Newton binomiga qo'yib qo'yamiz. S mana darajada n bo'lgan paytda s n bo'lib kelyotdi-ku. Darajada 2 bo'lgani uchun s 2 dan 0, a ni ikkinchisi, b ni nollinchisi. S 2 dan 1, a ni birinchisi, b ni birinchisi. S 2 dan 2, a ni nollinchisi, b ni ikkinchisi. S 2 dan 0 degani o'zi s n dan 0 degani bu 1 degani. S n dan n ham 1 degani o'zi. Hisoblasanglar ham shu natija chiqadi. 1 a ni kvadrati, b ni nollinchisi 1. S 2 dan 1 ni hisoblasanglar 2 chiqadi. 2ab. Bu yana 1 b ni kvadrati yoki a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Nima kerak bu narsa? O'zi shundoq ham bilamiz-ku, a plus b ni kvadratini desanglar, kubida deyman. Kubini ham bilamiz-ku desanglar, 4-darajasidan boshlab, 5-darajasidan boshlab endi nima bo'la boshlaydi? O'zimiz bilgan, o'zimiz hisoblab yurgan usulimiz qiyinlashib yoki bo'lmasa ish ko'payib boradi. Kelinglar a plus b ni kubini ham endi tekshirib o'tirmaylikdan keyin birdan 4-siga o'taylik. S 4 dan 0, a ni 4-chisi, b ni 0-chisida baribir. S 4 dan 1, a ni kubi b. S 4 dan 2, a ni kvadrati, b ni kvadrati. S 4 dan 3, a b ni kubi. S 4 dan 4, b ni 4-chisida, a 0-chisi ketadi 1-ku. Xo'p. A ni 4-chisi 4a kub b 6a kvadrat b kvadrat 4ab kub b ni 4-chisi. Tushundinglar-a? Kimda esda bo'lsa, hammalar eslanglar bo'lsa kerak, makka qatnashganlar kechagi yakshanbamiz, undan oldingi yakshanba kuni 7-darajaga ko'tarishga to'g'ri kelib qoldi. 7-darajaga ko'tarishga. 81 oxirgi ikkita raqamni topishdamidi? 81 ni 7-chisi, ana 81 ni 7-chisini yoyishga to'g'ri keluvdi. Buni biza 80 plus 1 ni 7-chisi dedik va nimadan foydalandik? Paskal uchburchagidan. Archadan, uchburchakdan. Ana endi o'sha Paskal uchburchagi siz ham Newton binomi orqali ishlasak bo'lar ekan. S 7 dan 0imiz o'zi 1 bo'lib ketadi. 80 ni 7-chisi. Yonidagi sheriga 1-ku. 1da har qanday darajasi 1 bo'laveradi. Ko'paytirsanglar hech narsa o'zgarmaydi. Demak, shu turch o'zini yoyib ko'tarsak bo'ladi. S 7 dan 1 80 ni 6-chisi. S 7 dan 2 80 ni 5-chisi. S 7 dan 3 80 ni 4-chisi. S 7 dan 4 80 ni kubi. S 7 dan 5 80 ni kvadrati. S 7 dan 6 80 ni o'zi. S 7 dan 7 endi 1 bo'lib ketadi. Bu 80 0-chisi 1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bizaga mana bu oxirida ikkita raqami 0 bo'lishi, ikkita 0 bo'lishi. Buniki ham, buniki ham, buniki ham, buniki ham, mana buniki ham oxirida ikkita raqam 0 bo'lishi aniq, to'g'rimi? 0 bo'lishi. Bitta mana bu qolyaptimi? Bu bilan S 7 dan 6 ni hisoblayman. 7 mi? 7 kara 80 plus S 7 dan 7 1 561 mi? Demak, mana shuni yoyib chiqsak, oxirgi ikkita raqam 61 bo'lar ekan, ana. Mana qayerda foydasi degan. Tushunyapsizlar-a? Newton binomi mana shu narsa. Kombinatorika guruhlashdagi S bizaga nima berar ekan?
binomial koeffitsiyentlarni berar ekan. Mana shu yerdagi koeffitsiyentlar binomial koeffitsiyentlar deyiladi, bolalar. Mana bu binom yoyilmasida hosil bo'layotgan koeffitsiyentlar bor-ku. Ana shularni biz binomial koeffitsiyentlar deymiz. Tushunarlimi? Xo'sh. Endi dan 75gacha yoyishlarni, ozod hadlarni so'rayapti. Hisoblab tashaverasizlar qolganlarini ham. Binom tushunarli bo'ldimi? Newton binomi. Savollar bormi? Savol bo'lmasa to'xtatamiz zapisni. Nechini? 51da? 50. Mana bunimi? Xo'p, 50 ta. Demak, nima bilan shug'ullandik? Birinchi o'rinda mana buni nechta uchburchak borligini sanab oldik. Uning uchun asosda nechta nuqta borligini sanab chiqdik. Asosda 7 ta nuqta bor ekan. Shu 7 ta nuqtadan 2 ta tanlanyapti-da, ha? Bizaga 3 ta tanlasak, mana bu uchalasini tutashtirsak, uchburchak bo'lmay qolyapti-ku. Mana ikkitasi bu yerdan tanlanib, uchinchisi mana bu yerda-da. Ixtiyoriy ikkita mana bu yerdan tanlanadi. Ixtiyoriy ikkita bu yerdan tanlanyapti, bu uchinchisini bu yerdan olyapmiz o'zimiz. Shuning uchun S 7 dan 2 ta. 7 ta nuqta bor, shundan 2 ta tanlayapmiz. Tushunarli? Yana kimda o'tib ketgan masalalar bo'yicha savol bor? Yo'qmi boshqa savol?